Istanbulga hatto 100 martalab kelgan odamlar ham bu joyga borishmagan, lekin ko'plab turklar o'sha manzilga borib ko'rishimni tavsiya qilishgani uchun shokolad muzeyiga tashrif buyurdim. Kirishim bilan muzey nomi reallikka aylandi, ya'ni Strazi tekinga plitka va shirinliklar bilan mehmon qilishni boshlashdi. 70 yildan beri ishlayotgan shokolad fabrikasi binosida joylashgan bu muzey barpo etilishida 3 tonnadan ko'proq shokolad ishlatilgan ekan. Bu yona faqat yosh bolalar uchun, balki barcha yoshdagi auditoriya uchun mos keladi. Chunki tarix, san'at, din va arxitektura shokolad bilan bir muzeyda uyg'unlashgan. Hatto qatdagi bir masxarabozdan Amir Temur portretigacha. Undan tashqari bu yoqda boshqa hech qaysi muzeyda uchramaydigan yoqimli hid bor. Ayniqsa mana bu shokolad sharshadasi oldida. Aytgancha ta'mi ham juda mazali ekan. Xullas, imkoningiz bo'lishi bilanoq Aviasales o'z ilovasidan Istanbulga chipta va mehmonxonalarni arzon narxda xarid qilib, kevorishli joyi. Muzey birinchi qavati bolalar uchun bo'lsa, ikkinchi etaji asosan kattalar uchun. Agar oilaviy kelsangiz, bundan qiziq joyi yo'q menimcha. Muzey haqidagi barcha ma'lumotlar, kirish narxi, lokatsiyalarni opisiyanida yozib qoldiraman. Siz bo'lsa videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling va Istanbuldagi eng noyob joylarni ko'rish uchun menga obuna bo'ling.